Assalamu alaikum, muhaciret yaşavatkan aziz muhterem qarindoshlar. Uyg'ur radio televiziyasi tarafidan o'rinlashtirilgan Erkin Sohbet programmasiga hoş geldinglar. Bugün ekranımızga hürmetlik mehminimiz Dilyar Musabay efendimni teklif kıldık. Elbette minglarning xabari bor, yaqindan beri yangi tashkilotlar qurilyapti, yangi shaxslar ham o'tirg'i chiqyapti. Ba'zi az bir qism manfaat uchun, mansab uchun, shuhrat uchun amaliy ish qilmaydigan, ammo propaganda shuar to'laydigan tashkilot va shaxslar o'tirg'i chiqyapti. Ammo asli vatan xalqi uchun amaliy xizmatlari bilan ko'zga ko'rinayotgan, qurilayotgan tashkilotlar o'tirg'i chiqyapti. Buning ichida yaqinda Nurgiyada qurilgan Sharq Turkiston yoshlar qurultiyidan hammanglarning xabari bor. Bular ham vatan millatninki sirtqi dunyoda, chet elda xizmatini qilish uchun o'tirg'i chiqqan bir guruh yoshlarimizning, qarindoshlarimizninki tarafidan qurildi va o'zininki dastlabki qadamda plan, fikr va xizmatlarini o'tirg'i tashlashga boshladi. Bugun biz shu munosabat bilan Sharq Turkiston yoshlar qurultiyininki katibi Dilyar Musabay efendim bilan birlikte sohbet ilib boramiz va bu tashkilotni tushunib chiqamiz va bu tashkilotning bundan keyingi xizmati haqida so'raymiz. Buningdan keyin Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi nima xizmatlarni ilib boradi, qanday bir tashkilot degan masalalarni o'zining og'zidan anglaymiz. Ekranimizda bo'lgan Dilyar Musabay efendimga salom qilish bilan bu sohbatni boshlayman. Assalomu alaykum. Dilyar Musabay efendi, ekranimizga hoş geldiniz. Ve aleyküm assalam. Sizler bilen bu programda boğulumdan intayin hoş almayın. Sizge beni teklif ettiğiniz için rahmet etmem. Siz neçe vaqtdan beri o'zingizning siyosiy tushunchalarini, strategiyalik fikrlaringizni va tashqi dunyoda, ya'ni chet elda Uyg'ur muhacirlarining, Sharq Turkiston muhacirlarining chet elda qanday xizmat qilish to'g'risida ba'zi bir nazariy qismlarni bizning studiyalarımızda ders qilib o'tdingiz va bizning boshqa studiyalarda, ya'ni kanallarda ham davomli fikringizni ko'rsatmalarni o'tirib qo'yib kelyapsiz. Yaqinda biz sizning katiblik qilishingiz boshchiligida bu Sharq Turkiston yoshlar qurultiyining qurilganligini angladik va yaqinda Gollandiyaga kelib bu to'g'risida o'zingizningki dastlab tushunchalarini o'tirib qo'ygan bo'ldingiz. Bu ikkilan munosabat bilan, ya'ni butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarimizning, Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizninki texmi to'g'ri, go'zal bir shaklda tushunib olish uchun bugun yana ekranimizda siz bilan ko'rishib turyapmiz. Ya'ni nima uchun Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi degan bu savolni tashlash bilan suhbatga kiray deyman. Javobi sizda qoldi. Aldı bilen Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi tashkilotining qurilishi bu bir yangi chiqqan narsa emas. Sharq Turkiston yoshlar qurultiyidek mushunda bir xalqaro bir tashkilotning mushunda qurilib chiqishi yoshlarning Sharq Turkiston davosida o'zining rolini joriy qildirishi bu asli bo'lishga tegishli bo'lgan, burundulla bo'lishga tegishli bo'lgan bir hodisa. Çünkü her qanday bir siyasi davada çokum o davanın energiya kısmını, hareket kısmını teşkil kıldıgan ve to'liqlaydigan bir yoshlar qanoti her qanday siyasi harekette buludu. Ama bizden Sharq Turkiston hareketide uzun mezgillerden beri yoshlar Sharq Turkiston siyasi hareketining bir qanoti şeklinde bulmadı. Biz uzun mezgiller Sharq Turkistonlik yoshlar asasen tenhareket ve ma'arif veya ki ko'ngil ichish xarakterlik faoliyatlarda bo'lib keldik, ama siyasi qanotda bo'lib boqmadik. Ama normalda avval deganimdek har qanday siyasi harakatning bir yoshlar qanoti bo'ladi. Shuning uchun biz bu bo'shliqni to'ldirish uchun Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi shaklida 5 davlatdagi qarindoshlar, 5 davlatdagi rasmiy qurilgan tashkilotlarning birlashishi, federal shaklda birlashishi bilan bu tashkilot o'tirib chiqdi. Yani sizden dediğiniz boyunca hazır biz bir yoshlar siyasi hareketinin yoshlar qanoti şekilde suhbatlayapsiz. Demek ki biz mustaqil siyasi nishonni o'tirib qo'yishda siyasi hareket barmi chet elda Uyg'urlarning? Yani qaysi shaklda edi? Sharqiy Turkiston mustaqillik hareketi siyasi hareket battı. Hem de siyasi hareket
uzun yıllardan beri pişip yetiliş ve halkara vaziyetini, halkaranı düşünüş şeklinde siyasi hareket terakki kıldı. Ötken yıllardan belki 60 yıldan yağı bu terakki kılıp geldi ve her devirde çıkan siyasi davanı ipmangan kişiler özünün devrinin şaraitinin beygen imkanlar bilen bu davanı ipman demdi. Bugün burun siyasi dava yoktu, bugün tuyuksuzla peyda oldu desek bu doğru olmaydı. Bu bir Şarkı Türkistan hareketinin siyasi cihetten pişip yetiliş baskıcı, yani bunu baştan geçiyorduk ve bugünkü geldik. Bu bir uzun bir davanın bir ulanma şeklinde, zincir şeklinde bugünkü geldi. Yani bu sualını soruşumdaki sebep siyasi hareket yakından beri mesela siyasi hareket ilip beriyotgan teşkilatlarga nispeten mesela ma'lum kishilarninki chet elda Uyg'ur siyosiy tashkiloti yo'q degan fikrlarini anglayotganligimiz uchun men buni qisqacha so'radim. Ammo chet eldagi siyosiy harakat qaysi shaklda bo'layotidi, bu yetarlikmi? Buningdan keyin qanday bo'lish kerak degan savollarni men birozdan keyin gap qo'yman. Faqat bu yerda qistirib qo'ydim. Ya'ni sizlarning Sharq Turkiston Yoshlar Qurultiyi nomida qurilgan bu tashkilot bir qanot deyishiniz meni shaxsan biroz tashkilotinglarni biroz kichiklatayotganlik supatin berayotgandek his qildi. Chunki bizningki hozir xalqimizning shunday cho'ng umidi borki, bu qurilayotgan tashkilotlarga texmi cho'ng xizmatni qilsa, texmi yaxshi ishlarni qilsa, texmi kuchli bir shaklda o'tirg'i chiqsa degan umid bilan shuning uchun men qanot emas, hatto markaz bo'lishini bek orzu qilganligim uchun shaxsiy umidim hamda. Uning uchun men uni so'radim. Endi siz qanot, biz bir qanot deb turibsiz, endi men bunga bir narsa yemayman. Xo'sh. Bu yerda men bir narsani qo'shimcha qilib qo'yay. Biz Sharq Turkiston Yoshlar Qurultiyi hech qanday tashkilotning yoshlar sho'basi emas. Sharq Turkiston Yoshlar Qurultiyi o'z oldiga mustaqil bir tashkilot va o'z oldiga mustaqil bir xalqaro tashkilot. Endi biz nimadan qanoti deganda biz hech qanday bir tashkilotning qanoti deganlik emas. Bu Sharq Turkiston mustaqillik harakatidagi bir bo'shliq, ya'ni bir siyosiy harakatning qanoti. Albatta. Rahmat. Yani men buni so'rab olayki, hatto bu Sharq Turkiston Yoshlar Qurultiyi deb anglagan vaqtimda 2004-yili, agar yodimda qilishcha, qurilgan ayni vaqtdagi Dunyo Uyg'ur Qurultiyining ayni vaqtdagi ismi darhol mening yodimga kelib qoldi. Yani Dunyo Uyg'ur Qurultiyininki sobiq ismi bilan bir munosabati yo'q yana buningki. Yo'q, Sharq Turkiston Yoshlar Qurultiyi oldi bilan Sharq Turkiston ismining farqi bor. Yana birsiga Sharq Turkiston Yoshlar Qurultiyi hech qanday bu nizomnomasidami bor. Biz hech qanday bir tashkilotning yoshlar sho'basi yoki yoshlar tarmog'i emas. Biz mustaqil o'z oldimizga bir xalqaro tashkilot. Xo'sh. Bu xizmatning bo'layotganligidan mening biroz xabarim bor. 2 yil, hatto 2 yil bo'lib qoldi deb o'ylayman. Uzun vaqt tayyorlik qildinglar bir qancha davlatda. O tayyorlik xizmatiga biroz uzun vaqt ketdi deb o'yladim. Chunki hozir tashkilot qurish shunday oson bo'lib ketdiki, 2-3 kunda, 2-3 haftada bir tashkilot qurilgan ahvolda bor. Mayli Turkiyaga qarang, mayli Yevropaga qarang, bir inson tashkilot quraman desa, bir hafta 15 kun qonuniy yo'llarga bosh ursa, tashkilotni qura oladi. Ammo sizning tashkilotni qurishga 2 yil vaqt ketdi. Nima uchun? Buncha uzun tayyorlik qilishga to'g'ri keldi. Siz amaliyotda siyosatda intayin muhim bir savolni so'radingiz. Ya'ni bu savol shu yerga berib tushadiki, nima uchun yangi tashkilot qurildi degan yerga boradi. Yangi tashkilotni qurilishdagi ehtiyoj nima? Yangi tashkilot qurilishdagi ehtiyoj asli yangi ideyaning, ya'ni kam bo'lgan ideyaning chiqishida har bir ideya yangi bir tashkilot chiqishi kerak. Yoki har bir ideya bir yangi bir tashkilotni borliqqa keltirish kerak. Shuning uchun biz tashkilot yosh bolalar chiqiblar, hammamiz birga tashkilot quraylik demak kerak. Oldi bilan 2 yil ketdi dedingiz. 2 yilda biz oldi bilan bir ideyani yoydik. Ya'ni Sharq Turkistonga mustaqillik degan shaklda xalqaro chiqa olamdik. Buni tushuntirishga tirishdim men. Siz degandek sizlarning programmalarda. Ondan keyin
barlıq dünyadaki Şərq Türkistanlıq yaşlar arasında biz nimalarni qila olamiz, nima ishlarni qilyapmiz degan shakldagi fikr almashtirish elib berildi. Hatta başta bu fikr almashtirishda yig'ilgan bir yerga kelgan davlatlarning soni 16 edi. 16 davlatdan har xil fikrlar bo'ldi, so'zlashildi, ya biz bu ideyada mang'alaydi ekanmiz deganlar jiq bo'ldi degandek mangduq va undan keyin ba'zi bir davlatlardagi yoshlarning tayyorligi, ya'ni bir yerga kelishi, tashkillanishi cho'qim har bir davlatda birdan tashkilot bo'ladi degan ekan, u davlatdagi yoshlar tashkillanishi va bu federal birikmaga tashkiliy bir tashkilot bo'lish sifati bilan a'zo bo'lib kirishi kerak edi. Chunki bu bir tashkilotlarning federal birlashmasi, a'zo olgan tashkilot emas. Shuning uchun dastlabida biz yig'ilgandan keyin biz ba'zi yoshlar biz hozirgi jiddiy vaziyatda hozirgi bo'layotgan shu aktivizmni asos qilgan faoliyatlarni qilib tursak yaxshi ekan deb ular biz keyincha sizlarga qo'shilaylik deb ayrilganlar bo'ldi. Ondan keyin biz hozir tashkillanamidik, ammo bu da qitim 2 yildan keyin sizlarga qo'shilamiz degan shaklda ayrilganlar bo'ldi. Ammo ideyamiz yildi va biz qurilib bunun qurilganligi e'lon qilingandan keyinmi biz bilan aloqa ya'ni boshqa yangi davlatlarga, yangi tashkilotlar, boshqa bolalarni aloqa qildi. Shuning uchun 2 yil ketishining sababi biz nihoyatda keng doirada bir fikr almashtirish va qanday qilamiz degan dastlab konsept edi. Dastlabki tushunchani qanday qilamiz degan shaklda munozirlar bo'ldi, fikr almashtirishlar bo'ldi, suhbatlar bo'ldi. Texnik konkretlashgan sari bu narsa aniq bo'ldi. Shuning uchun bu ideya amaliyotda bir tashkilot emas, bir yangi ideya maydonga chiqdi va bu yangi ideya bu tashkilotni maydonga chiqardi. Bu yangi ideya nazariyleştimi? Nazariyeleştimi? Bu chiqqan yoki to'liq chiqarmoqchi bo'lgan ideyamizdan to'liq e'lon qilmadik. Nazariy bizning hozir siz yaxshi savol so'radingiz. Shu nazariy asosi bo'lmagan, keyinida bir ilmiy asos yotmagan ideyalar odatda puchcha ko'p qoladi-ku. U faqat hissiy bo'lib qoladi. Shuning uchun biz ayni vaqtda bu ideyani pishiqlab ishlash jarayonida biz o'qishmagan tadqiqot organlaridagi mayli Uyg'ur, mayli chet ellik degandek akademik xodimlar bilan, akademisiyanlar bilan fikr almashtirdik. Shu bizning Sharq Turkistonda muhojiratdagi akademik organlardan bo'lsin, institutlardan bo'lsin va yoki chet ellik tadqiqotchilardan bo'lsin, biz hammasining o'zining doirasida ularning fikrlarini oldik, qarashlarini oldik degan shaklda buni bir mukammal qilib chiqarish uchun nazariy asosini diqqat qildik. Ya'ni siz Abay sözünüzde 16 devletten qatnaşqan edi yoshlar dediniz. Hozir Abayqi 5 devlet deb anladım herhalde, 5-6 devlet deb. Nima uchun buncha kichigildi va ayni vaqtida bu tayyorlik qilish jarayoninglarda qandaq bir ideviy to'qinishlar yoki o'xshamagan fikrlar o'tirib chiqdi? Buni qisqacha deb bersangiz, biz bu tashkilotningki 2 yil sürgen qurilish jarayonini bilib olaylikki, bundan keyingi zamonda bu tashkilotga nisbatan xalqimizningki ko'z qarashi bir salbiy qarash bor. Chet elda hozir qurilgan tashkilotlar bek ko'p bo'lganligi uchun kishilar bunga diqqat qilmaydigan yoki bu bir chiqqan bir tashkilot deydigan bunday bir narsa bor. Uning uchun Sharq Turkiston yoshlar qurultiyig'ininki 2 yil jarayonida qurilishi jarayonidagi bo'lgan ishlarni qisqacha bir anlap baksak deyim. Bo'ldi, oldi bilan 16 davlatdan kichiklash jarayonida ko'pinchilari davlatlarning yoshlar tashkiloti bo'lmaganligi uchun, shaxslar bo'lganligi uchun faqat ma davlatdan shaxs bor deganligi shaklida kelib fikr almashtirganligi uchun keyin tashkillanish masalasi kelgan vaqtida ayrilganlar bo'ldi. Uning keyinidan bu ideya jihatdan dediniz, ba'zi bir fikr talashlar bor dediniz. Bu amaliyotdan aytimi muhim nuqta va
asli negizlik siyasi davani agar uzun vadeli siyasi dava buldu dese asli muhim narsalar mushullar. Mushu ideyalar va ideyalar orasidagi hatta ba'zida to'qinish, ammo ko'pincha ahvolda surkilish. Bularga oid normal hodisalar. Hamda muhim narsa mushu o'xshamaydigan ideyalarni, o'xshamaydigan fikrlarni qanday qilib sog'lom, tinish shaklda qanday qilib shuning munozarasini qila olamiz. Bu hamda muhim narsa. Buni umumiy agarda biz bu munozarani qila oladigan bir muhitni yarata olsak va buni ritmli qilib bora olsak, o vaqtida Sharq Turkiston muhojiratlik harakatining biz deyotgan yoki men vaqtlardan beri deb kelayotgan siyosiy asos qurilishini selishning yo'li mushadan ichiladi deb qarayman. Yani bu yerde Sharqiy Turkiston Yoshlar Qurultiyi degan bu ismmi ayni vaqtidagi shu yoshlar bilan o'rtaq bir shaklda maslahat bilan munozara bilan o'tirib chiqqan bir ism deb qarasak bo'ladimi? Sharq Turkiston Yoshlar Qurultiyi degan ism biz Norvegiyadagi 4 kunlik yig'inimiz jarayonida 8 tane ismning orasidan tanlanib, shu munozara suhbatlardan keyin tanlanib ovozga qo'yilgandan keyin berilgan qaror. Taki Norvegiyaga berib, shu 4 kunlik yig'inda buni munozara qilguncha hech qanday tashkilotning ismi to'g'rilib bizda hech qanday aniq bekitilgan narsa yo'qdi. Ve her qaysi taraflar o'zi muvaffaq ko'rgan 8 tane ismni keldi ve bunun ichidan ovoz qo'yib tanladi. Bu qurilgan tashkilotningki maqsadi nima bu to'g'risida? Nima maqsadda qurildilar? Bu to'g'risida xalqimizga bir tushuncha bersangiz. Bizning Sharq Turkiston Yoshlar Qurultiyining oxirgi nihoi maqsadi mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilishi uchun kurash qilish. Bu nizomnomadagi modda bu. Mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyeti'nin qurilishi uchun xalqaro qonunlar ichida tinish yo'lidan kurash qilish degan bu tashkilotning g'oyasi. Hamda bu nihoi g'oyaga yetish uchun biz bir qancha bosqichlarni besib o'tamiz. Buning ichida oldi bilan muhim bo'lgani bizning ashchaga yetib berish uchun, ya'ni abay biz bir qanot dedik. Bu qanot bo'lish uchun bizning o'zimizning ashchaga yetib berishda shu Sharq Turkiston Yoshlar Qurultiyining qila oladigan va muhim deb bilgan ba'zi bir nuqtalar bor va buni qadam bosqichlari olib boradigan strategiyamiz bor. Bular muhim halqalar qaysi degan vaqtida oldi bilan Sharq Turkiston muhojiratdagi Sharq Turkiston harakatida bir yangilik yaratish va siyosiy asosiy qurilishni silish va ideya bilan strategiya bilan ish qilishda yangicha bir andizni o'tirib chiqarish bizning asosiy maqsadimiz. Hozir qisqa va'dada. Ammo tashkilotning nihoi va'dasi nishoni, oxirgi nishoni mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilishi uchun xalqaro qonunlar bo'yicha tinch yo'lda kurash qilish. Ya'ni bu siz deyotgan bu ideya ninki nazariy asosi va yoki nizomnomanglar bundan keyin tuzilib manamdi yoki men tuzib bo'ldinglar? 4 kunlik yig'in jarayonida bu tashkilotning nizomnomasi va qilingan ishlari degandek nuqtalarda umumiy nuqtadan qildigan ishlarni umumiy nuqtadan so'zlashdik, muzokara qildik va nizomnomani madda ovozga qo'ydik. Her qaysi tashkilotlar 5 tashkilot shu moddaning birsiga qo'shilmaymiz degan bo'lsa, buni takliflar berib o'zgartirib ba'zi moddalar amaldan qilib degandek biz 4 kunlik yig'inda qilganimizdan eng muhimlaridan birisi tashkilotning nizomnomasini madda ovozga qo'yish bo'ldi. Hamda hozir qilayotgan ishimiz bu tashkilotlar tarafdan qabul qilinib, hamma tashkilotning kelgan qarindoshlarimizdan hammasi imzo qo'yib bu nizomnomamiz, ya'ni 5 tashkilotning o'rtasidagi bir to'xtam shakliga keldi. Hamda hozir qilayotgan ishimiz nima deganda biz bu to'xtamni qonuniy kuchga asos qilish uchun va buni inglizcha tarjimasini qilib biz buni ma'lum qonunidan o'tkazish uchun modda hozir advokatlarni tutib
shuni o'tkazish uchun tirishyapmiz va bu qonundan o'tgandan keyin bu Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayining nizomnomasi bir davlatning qonunidan o'tgan har bir moddasi va 5 davlatdagi 5 tashkilot ma'qul qo'shilamiz deb imzo qo'ygan 5 tashkilot o'rtasidagi bir qonuniy to'xtamga aylandi. Bu vaqtida biz Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayining nizomnomasi bir qonuniy kuchi bo'lgan shakldagi nizomnoma bo'lganda biz Sharq Turkiston muhojiratdagi harakatiga bir xalqaro saviyaga chiqish uchun tashkilotlarni bir ulgu tiklagan bo'lamiz. Asli tashkilotlarning nizomnomasining qonuniy kuchi bo'lishi kerak. Biz buni amaliylashtirish uchun tirishayotgan tashkilot hozir. Ya'ni buningdan keyin qaytilgan tashkilotlar bu nizomnomaga ergishmagan demda sizlarning hozir 4 kunlik yig'inda o'tirib qo'yib tasdiqlab bo'lgan nizomnomaga. Biz her 2 yılda bir qitim tashkilotlarni olamiz, ya'ni a'zo qilib qabul qilamiz. Onun uchun hamda bundan keyingi jarayon qanday bo'ldi deganda biz qonunni o'tkazib bo'lgandan keyin hozir bir tarafdan jiddiy to'r bekitishni ishlayapmiz. Shu to'r bekitiga inglizcha va uyg'urcha nizomnomamiz qo'yildi. Biz şeffaf tashkilot, biz ochiq oshkora tashkilot. Bizning nizomnomamiz, vizyonimiz hamma narsa internet to'r bekitimizda ochiq bo'ladi. Va buning qo'shilishni xohlagan tashkilotlar yoki bundan keyin yoshlar yana boshqa davlatlardan tashkillanib bunga qo'shilsimi bo'ladi. 2 yildan keyin yana bir qitimliq umumiy yig'inimizda, mayli yana bir qitim yig'ilgan vaqtimizda yangi tashkilotlarning qo'shilishini shu vaqtida amaliylashtiramiz. Kirmoqchi bo'lgan tashkilotlar 2 yil saqlamdi. Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayi har 2 yilda bir yangi tashkilotlarni oladi. Buningdagi maqsad bizda tashkilotlar qurilsa, buguni kirib ertasi chiqib degandek qalamqanchilik bo'ladi-ku, bu a'zo oladigan tashkilotlarda. Shunga oldi bilan bizning qilmoqchi bo'lganimiz nima uchun 2 yil deymiz deganda, oldi bilan 2 yil vaqt ichida shu tashkilotlar yangi bir davlatda deyli yoshlar bir yerga kelib tashkillanib, o'zlari oldi bilan bir tashkilot bo'lib manga olaydiganligini ko'rishimiz kerak bir. İkincisi, 2 yilda bizning Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayi nima ish qiladi? Bularning manga yo'li nima? Buni og'zimizdagi gap bilan emas, oldimizdagi 2 yildagi amaliy harakatimiz bilan ko'rsin. Buni ko'rgandan keyin bu bizning birga hamkorlashib ish qila oladigan, hatto birlashib bu Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayining bir parchasi bo'lib ish qila oladi ekanmiz deganni ko'rgandan keyin bizga qo'shilsin degan shaklda 2 yil degan bu cheklama nizomnomada qo'yildi. Yangi qurilsin bo'ladi va koni tashkilotlarga kirsa bo'lamdi? Oldi bilan bu Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayi yoshlar degan ismi bo'lganligi uchun bu yerda yosh cheklamasi bo'ladi. Hozirgi nizomnomamizda Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayining a'zolarining yosh cheklamasi 18 dan 43gacha. Shuning uchun har qanday bir tashkilot misalga bir davlatda bir tashkilot bo'lsa, bu tashkilotning a'zolarining yoshi 18 dan 43gacha bo'lsa va biz nizomnomamizga qo'shilsa va bizning vizyonimizga, ideyarimizga qo'shilsa, bu vaqtida bizga a'zo bo'lishga iltimos so'zi bo'ladi. 2 yildan keyin u tasdiqlanadi nimadagi qaror berish bilan. Bu 2 yilning maqsadi boy degandek qurilmoqchi bo'lgan yoki hozir bo'lgan tashkilotlar bizni kuzatsin 2 yil. Biz u tashkilotlarni kuzataylik, ya'ni hamkorlashib ma'lumot tashkillanaylik degan 2 yillik amaliy tajribami muhim. Tajribasizlar bugun qurilgan yangi bir tashkilot balkim kutgandek yerimizdan chiqmasligi mumkin. Ya'ni bu yerda sizning so'zingizdan men bir yangilik his qilyapman bu tashkilotinglarda. Ya'ni qonuniy mas'uliyat degan bir narsani, chunki biz chet elga chiqqandan beri nurg'un tashkilotlarni ko'rdik, a'zo bo'ldik, chiqdik degandek qonuniy jihatdan mas'uliyatni ustiga
ağınını cık kömüdük hem ammadık mesela bugünküçe. Demek ki bu federalga katılmakçı olan teşkilatlar kanuni mesulluğunu üstleyip durup katıldı yani. Bunun cezası var mı? Elbette koşulmakçı olan teşkilatlar çokum nizamnamıga koşulmen degan şekilde imza koyup kirdi. Hazır Şərq Türkistan Yaşlar Qurultayının kanuni vekili, yani bir advokatımız var ve kanuni işler, kanuni resmiyetlenmesi şu advokatımız bilen boludu. Andın keyin teşkilatlar xilaflık qanday boludu degan şekilde bunu hem de biraz işçiga kiray. Bizning teşkilatımızda biz o'tgan 2 yilning oyog'ida nimani muzokara qildik deganda bu bir muhim qismi, yani ideyadan sirt qurilma qismi. Qurilma qismida biz nimani o'ylashdik deganda, qanday qilganda biz bir rahbarning yoki beshig'i chiqqan bir kishining diktatorlashib ketishining oldini ola olamiz. Qanday qilgan vaqtda uning xizmat qilishiga behuda to'sqinlik, behuda avorchilik chiqarib qildigan ishlarni eng tuvan nuqta tushira olamiz degan shaklda biz amaliyotda Amerikaning prezident sistemasi va Angliya sistemasidagi parlament sistemasi yoki davlatlarning parlament sistemasi va hattoki ba'zi bir shirkatlarda ishlagan qarindoshlarimizning tajribalaridan corporate systemni, yani shirkat sistemasini elib deganda kuchini birlashtirib turib bu yerdan qandaq bir narsa chiqadi degan shaklda o'ylashdik va oxiri bu nizomnoma vujudga chiqdi. Endi bu yerda qandaq deganda, bu yerda qisqacha bir qonuniy jihatdan nima qildingiz? Men qisqacha bir tushuntirib o'tay. Misolga tashkilotning ichida fikr talash tortishlari yoki bo'lmasa bir talash tortish chiqqan vaqtida masala qanday hal qilindi degan narsani o'ylashdik. Bu vaqtida misolga bir ellarning qilgan ishi bu tashkilotning ichida norozilik paydo qildi. Bu narsa xato bo'ldi degan shaklda. Bu vaqtida bizning taftishimiz bo'ladi va taftishga bu kishi taftishga avatiladi, ya'ni taftishga avatib berib qarab chiqadi dedi. Ham bizning nizomnomamizning qonuniy kuchi va deyishimizning sababi bizning tashkilotning taftishi butunlay mustaqil va hech qanday odamning nimasiga, ko'zining yeshiga qaramasligi kerak, chunki u shunday qilaman deb imzo qo'ydi. Yana birsiga uning bergan jazosining qonuniy ijro kuchi bo'ladi. Misolga ogohlantirish jazosi degandek yenik jazolar bor, undan keyin iqtisodiy jazo bor. Bu iqtisodiy jazolar amaliyotda qonun bo'yicha xuddi to'knon puli kelgandek keldi. Buni to'lashga majbur qilamiz. Andan keyin agarda taftishning bergan jazosiga rozi bo'lmasak, misolga taftish bir aylan bir ko'ngli yaqin bo'lg'achqa yonbosdi deb qarasak, u vaqtida bizning taftishning ustida bir o'zi chet ellik Uyg'ur emas advokatimiz bor. Bu advokatga taftishning bergan qaroriga men norozi degan shaklda ariz suna olamiz. U vaqtida advokat bu nizomnomani qonundan o'tkazgan bo'lgandan keyin nizomnomaning moddalariga qarab taftish bilan shu taftishning qaroriga norozi bo'lgan ikki kishini inglizchada mediation deymiz, ya'ni kelishtirish rolini o'ynaydi. Ya'ni bu qonun bo'yicha taftishning bergani to'g'ri yoki sening noroziliging to'g'ri deydi. U faqat mediation, ashada ya'ni kelishtirish. Bu yerda taftish o'zining xato qilganligini, bu nizomnomadagi qonun moddasiga diqqat qilmaganligini his qilsa, taftishning qarorini advokatning mediation bilan kelishtirish bilan o'zgartirib bo'ldi. Agarda advokat kelishtirib, u advokatning kelishtirgunigimi, ya'ni taftishning to'g'ri deb chiqarsa, ammo norozi bo'lgan kishi advokatning kelishtirishigimi norozi bo'lsa, u vaqtida u kishi qonuniy organga. Ya'ni bizda mushta ikki bosqichliq, hatto sotni qo'shsak 3 bosqichliq masala hal qilish bir funksiyasi, bir mexanizmi o'tirib qo'ydik. Buning oldi bilan taftishning qarori, taftishga norozi bo'lsak advokat, advokatga norozi bo'lsak sud. Shu yerdan taftish nima qaror chiqarsa, uningga bizning tashkilotning bosh katibi bo'lgan menmo va ijroiya komiteti hammaylar taftishdan bizning nimamiz qarorida taftishdan tuvan turamiz.
teftişten çıkan bizgimi işleydi. İcraiya komiteti onu. Ama tepkiş hata karar berdi dep qarsak, abay degenimdek advokat ve sot ikki basqıçlık yol bolup Yani degen. bu Yani bu teşkilatga bir kirgan teşkilatlar ve yoki shaxslar hatto sotqichi ketalaydi agar buni xiloflik qilib qolsa. Sotlar tushkudek shakldagi bir qurilma bor o'tirdi. albatta. Misal bu teşkilatın işçiga kirip deyli, onu degen teşkilatın ideyasiga tutgan yoluga qarşı şekilde faaliyetler, hareketler kılinganda onda bir işler yüz bergende albatta onu tepkiş cezasını kesudi hamda nizamnoma bo'yicha. Umu ahvalning ig'irligi qarab bo'ladi. Ya'ni bir kishi bir xatolik qilsa undan pul oldimiz deydigan ish yo'q. Bir xatolikning ig'irligiga qarab birinchi qitim ogohlantirish, ikkinchi qitim ogohlantirish degandek, uchinchi qitim ig'irroq ogohlantirish, undan keyin iqtisodiy jazo, undan keyin tashkilotdan ayrilish degandek jazolar bor. Hamda meni esimda qolishicha bizning shu Norvegiyadik suhbatda 9 xil hadise yüz bergan vaqtida tashkilotdan bevosita ayrıldı. Yani advokatimiz onun istiqbolnomasini yezishni, advokatimiz ona bir xat yezib istiqbolnomasini topshirishni talab qildi. Agar istiqbolnomasini yozmasa 15 kunning ichida tashkilotdan qolindi degan 9 xil hadisi bor. 9 xil ishni qilsa. Yani bu hamda ig'ir ishlarda Yani xulosalaganda bundaq qilishinglardagi sabab bir jumla so'zi bilan ifodalab boqsak qani. Yani bu qurilmani bu şekilde qattiq tuzishlik sabab. Bu yerdeki sebep şu, bir teşkilat 3 narsa bilan qurildi. Birincisi sistema, birincisi ideologiya, ikkinchisi sistema, üçüncüsü vizyon. Bunu qilishimizdagi sebep bu 3 narsaning bir so'g'an sistemini amaliylashirish. Vizyon deganimiz Vizyon deganimiz bu teşkilat qayoqqa mangadi, qaysi tarafga oldimizdagi nishon. xalqaro adil va nishon qandoq bo'ladi degan shakldagi yo'l xaritasi bilan birga bo'lgan nishon. Yani bu teşkilatni xalqimiz texmi biraz tafsiliy tonuvasi yaxshi deb o'ylayman. Chunki balkim bu programmadan keyin yoshlar texmi qiziqishi va yoki bunga nisbatan balkim o'ylanishi, tafakkur qilishi mumkin. Chunki bizga haqiqiy tashkilotlar, haqiqiy shaxslar lazım, sizga o'xshagan. Men va yoki nurg'un qarindoshlar sizni bilganligimiz uchun bu şekilde söz qilaman. Yani necha 10 yil, 15 yillik bir siyosiy tarixiniz bo'lgan va strategiya tushunchalarini o'tirib qo'yib kelayotgan bir shaxs bo'lish sifatingiz bilan bundan keyin bu xizmatingizning utuqliq bo'lishiga nisbatan biroz tafsiliy taraflarini, yani bir qancha savollarni so'rayman. Yani qaysi davlat, yani qaysi davlatlar hozir federal bo'lib tashkillanib bo'ldinglar va kimlar qandaq nima oldi, yani huquq, vazifa oldi, buni deyishga bo'ladimi? Bo'ldi. Amaliyotda bunimi ular Torbekitda ishlanyapti va Torbekitda hammalarning shu siz so'rgan hozir uchurlarni aymisim bo'ladi. Men bu yerda bir qisqacha deb o'tsam, 5 davlatdan tashkilotlar federal shaklda birlashdi. Bu federal shaklni tushuntirib qo'yay. Federal shaklda birlashganda biz o yerlik teşkilatning ichki ishlariga aralashmaymiz. Masalan, ular kimni a'zo oladi, kimni bilan qanday ish qiladi, o'zining qanday faoliyat qiladi. Buningga bu federal shaklda qurilmaydi, Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi uning ichki ishlariga aralashmaydi. Hamda u yerlik tashkilot tashqi munosabatni, masalan, boshqa Uyg'ur ya Sharq Turkiston tashkilotlari bilan bo'lgan munosabati va boshqa chet el tashkilotlari bilan bo'lgan munosabatida qaror berish huquqidan voz kechadi. Bu qarorni Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi berdi. Buningda qanday, nima uchun bunday bo'ldi deganda, misolga 5 davlatda 5 tashkilot bor. Bu 5 davlatning ichki tashkilotlardan birisi bizning boshqa Uyg'ur ya Sharq Turkiston tashkilotlaridan A tashkilotga yaqin bo'lsa, yana bir davlatdagi tashkilotimiz B tashkilotga yaqin bo'lsa, vaqtda bir qalamqanchilik chiqadi-ku. Shuning uchun Uyg'ur va Sharq Turkiston tashkilotlari bilan bo'lgan munosabatdan voz kechadi. Uni Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi belgilaydi. Undan keyin ichki ishlarga ama aralashmaymiz hech kimning. Undan keyin
Sualını unutup kaldım. Sualını bir isim seversiniz yaxşı olur. Yani qaysı dövlətlər və vəzifələr? Devletler degende aldı bilen Amerika, Belgiye, Germaniya, Gollandiya ve Şivisiya. Bu 5 yılı devlette kurulgan yaşlar teşkilatları mevcut. Hemmisinin kanuni resmiyetleri bitti. Ötken 2 yıldan yağı yani bir işimiz bizge koşuluşunu kalaydıganlar teşkilatlarının kanuni resmiyetlerini toluk kılıp kurumla degen şekildeydi. Ve hemen kurup oldu. Kanuni resmiyetleri kolu hep oldu. Norvegiya var mı aşıda? Norvegiya Şərq Türkistan Yaşlar Qurultayının işçide yok. Ama teşidiki hemkarlaşıkçı teşkilatlardan birisi. Abay men degендek 16 devletten jığılıp 5'de pikirkin teşkilleniş nemeler bilen bəzi bir teşkilatlar yoki bəzi bir devletki yaşlar bir mezgil ayrılgan bolsa, bəzi bir teşkilatlar teşide turup stratejilik hemkarlık şeklinde yakın meniş şeklinde ayrılıqlarma var. Bu yalnız Norvegiya emas, yani başka devletler var. Şunun için Norvegiya Şərq Türkistan Yaşlar Qurultayının işçide əza teşkilat emas. Ama teşiden yakından hemkarlık boladigan teşkilat desek boldu. Hem kimler bu nimede vazifa ilanganlar kimler degende yoki vazifa ilanganmı saylanganlar kimler degende bizden teşkilatımızda reis yok. Bizden teşkilatımızdan Şərq Türkistan Yaşlar Qurultayının saylanadigan yoki yetekçi xadimi baş katip ornida boludu. Bu yerdeki maksat biz bir rehber yoki yaşlarning bir dahisi buluş niyetimiz yok. Bizden niyetimiz yeteklenip bir xalqarалық teşkilat bo'lgan şekilde iş qilish, yani hareket qilish. Şunun için bizden saylanadigan yetekçi o'rnidagi kişinin o'rni baş katip deb bekitildi ve baş katipga men saylandım. Men saylangandım bizden yeni bir narsani bösüp o'tgan ishimizdan bo'ldi degende birli namzat çıkıp başka namzat çıkmaydigan bir iş var bizden Şərq Türkistan teşkilatlarında. Ama bizde ondaq olmadı. Bana karşı rekabetçi çıktı ve saylanma düştü. Naitim o keskin suallar soraldı işgelimizden degendeki saylamda yeni bir namzat karşı düşüp ve bu saylamda men saylanıp çıktım. Başka tip men buldum demek kıskarsak. Andan keyin işki işler mesulümüz Gollandiya'dan Abdusalam G'ni. Taşkı işler dep aldık. Biz İngiliz tili public affairs oldu. Yani chet el teşkilatlar öyle ya chet el hükümetler öyle alaq kıldıgan işki mesul kişimiz Amerika'dan Amanullah Qashqari. Andan keyin faaliyet orunlaştığı her bir faaliyet bolgan vaqtida onun bütün planını tüzüdigan ve orunlaştırdıgan kişimiz bolsa Gollandiya'dan Elşad İslam. Andaki maliyege mesul kadimimiz bolsa Germaniya'dan Medine Tursun. Bu 5 kişilik icraiye komiteti Şərq Türkistan Yaşlar Qurultayının yetekçi organi şu 5 kişiden terkip tapıldı. Hem de onundan sırt her bir Gollandiya'da siz bunu bilirsiniz Yaşa Uygur teşkilatı var geçtiğini. Hem de bu 5 kişi u yerden terkip tapkandan ki bizde teftişimiz var. Demo Şərq Türkistan Yaşlar Qurultayının teftişi Şivisiya'dan İlyas Erkin. Şunun için hem de her kaysi teşkilatlarının əzaları var. Her kaysi yerleştik teşkilatlarının. Şunun için bu bir federal şekildeki birikme ve Şərq Türkistan Yaşlar Qurultayını yetekletmediğin 5 kişi icraiye şu 5 kişiden terkip tapılardı. Advokatlarını deyişki bulamdı ismini. Çünkü bu men üçün bir yenilik hesaplanıp yani bir teşkilatның bir advokat hatta onu sotqa apağıdı içqidek bir şekildeki bir kuruluş bağ oturdu. Kurulma. Yani bu aslında bir muhim bolaşıq tegişlik bir nərsədir. Biz çetelik çıqqandan beri onda kurulmanı nəzrivi cəhətdə anlagan bolsaqmı, əməliyyatda məsələn biz köp teşkilatlarga kirdik, çıxdıq.
Ba'zan tashkilotlarga kirish chiqishliqi qo'g'inliqning yo'liga berib kelgandeklar ish bo'lib ketdi. Tunigun kirib bugun chiqib degandek, tunigun qurilib bugun bayram bo'lib degandek. Kishilarni o'ylamasdan ma'lum tashkilotlarga kirdigan, o'ylamasdan chiqadigan bundaq ishlar nihoyat ko'payib ketdi. Buningga xotim berish uchun albatta bu Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi cho'ng bir boshlanish deb o'ylayman. Amaliy holatga o'tish deb o'ylayman. Advokatımız hazır men ismini çıkarmayı çünkü o nimede hazır ma o kanuni resmiyetler bir tügüsün. Ondan keyin tor bekitimizge o advokatımızdan ismi emas resmiden tatip koyuldu. Ondan keyin yeni birisi teşkilatның taşqi işlari mesul yani Abay degan Amanullah Qashqari qeyrinishimizning yetakchiligidagi taşqi ishlar komitetida bizning taşqi jihatdagi bayonotchilarimiz bo'ladi. Yani chet el tili qilgan u kishilarmi hozir endi bu yerda har bir komitetning beshidagi odam o'zi mush yerlik tashkilotlarimizga a'zo kishilardan ashunda xodimlarni osi bo'ldi. Bular endi bizning kasbiy tilda aytganda byurokratiya, ammo bizning xalqimiz ko'nganligi Xitoyning tilida aytganda kadr degandekchu. Saylanmaydigan, lekin xizmat qiladigan muhim vazifalarda xizmat qiladigan byurokratiya qismi bo'ladi tashkilot degandan. Bu yerda har bir komitetga saylangan mushu 5 kishi, mening sirtimda 4 kishi, shu o'zining komitetida 3 nafar kishini alalaydı shu muhim xizmatga. Buning ichida bizning tashqi ishlarga mas'ul bayonotchilarimiz bor. Ichki ishlarga mas'ul bayonotchilarimiz bo'ladi. Ya'ni demoqchi o'g'lim so'zchi, demoqchi o'g'lim nima deganda yolg'iz advokatlar emas, hozir biz ismini e'lon qilmagan yana boshqa byurokratiya qatlami borchu tashkilotning. Shuning uchun ular hozircha turib tursin, ammo 5 davlatning har birisi 2 dan vakil saylab evatdi. Bu kishilarning va advokatimizning ismi, rasmi aloqa qilish nimasi uchori o'zi berganicha ular hammasi to'g'ri bo'ladi. Tor bekitimizda. Hozir tor bekitimizda hozir oxirgi sinash bosqichini qilyapmiz. Uni keyinidan inshaalloh u tayyor bo'lgan vaqtida chiqadi, balkim 2-3 haftaga chiqishi mumkin. Men bu tashkilot munosabatlik buningdan keyin qanday xizmatlarni qilasizlar degan savol bilan bu tashkilotningki ichki va ideviy tashqi qismini bu yerda tugatsak deb o'ylayman. Shuning buningdan keyingi xizmatinglar qanday bir xizmatki xalqimiz sizlarga ishonadi va sizlarning keyninglarda mangdi va yoki sizlarga qatnashadi yoki sizlarni qo'llaydi. Nima uchun? Oldi bilan qilimizdan burun qilmaymizdan birday. Ya'ni biz tashkilotlardan hozirgi mavjud tashkilotlardan ish talashmaymiz. Hozirgi mavjud tashkilotlardan parlament talashmaymiz. Hozirgi tashkilotlarimizdan namoyish talashmaymiz. Bizning maqsadimiz hozir bo'layotgan, qilinayotgan, hatto tashkilotlarimizda masalan hozir aktivistlarimizmi nurg'ulg'an ishlarni qilyapti. Shuning uchun bu davada bayaga yana kuchaydigan ishimiz bo'lsa, biz mavjud tashkilotlarga qo'shilibla qilsak bo'ladi-ku, uni. Shu tashkilotlar, mavjud tashkilotlarga a'zo bo'libla qilsak bo'ladi. Ammo Sharq Turkiston harakatida nimalar kam hozir? Biz bu yana to'liqlamoqchi. Nimalar kam deganda, masalan, konkret bizning xalqimiz ish deb tushunadigan shakllardan birini bersak, nima uchun bizning deyli 2000 ya 3000 chet ellik fidoilarimiz yo'q. Nima uchun universitetlarning hammasida Tibet tashkilotlari bor, Sharq Turkiston tashkilotlari yo'q. G'arb universitetlari. Nima uchun shu Yevropadagi davlatlarda, misolga men burundan deyman, buni necha million turklar yashaydigan tashkilotlarimiz davlatlarda nima uchun biz 10-20 ming turklarni namoyishga chiqarmadik hozirgacha? Bizning asos so'ragan savollarimiz bu-chu. Shuning uchun qisqa va o'tir vadada ya'ni biz qanday qilib g'arb universitetlariga kirib Sharq Turkiston tashkilotlarini, ya'ni bir misol bersam, birinchi qadam bo'ladi. Students for Free Tibet, ya'ni Tibet, erkin Tibet uchun o'quvchilar tashkiloti g'arb universitetlarida asosan bor. Uning keyinidan Falastin,
Students for Free Palestine deydi. Erkin Palestin üçün oquvchilar hareketi G'arb universitetlerinin asasen hemmisi desem bo'lmaydi, lekin yarimidan ko'pida bor. Nima uchun Sharq Turkiston uchun o'quvchilar degan tashkilotlar yo'q? Bu yani bizning qilmoqchi ishlarimizdan birisi. Qanday kira olamiz universitetlarga? Uning keyinidan shu yoshlar nomida manga vaqtimizda dam biz misol aktivizm deymiz-ku, aktivistlar. Bu aktivistlar shaxsan yoki bizning tashkiliy qarashimizda aktivizmlarda Uyg'urlardan bekrak chet ellik do'stlarimizni, chet ellik qarindoshlarni oldiroq ishtirish kerak deb qaraymiz. Shuning uchun buni qanday qilib chet ellik qarindoshlarimizni yoki chet ellik qarindoshlarimiz dedim, turk qarindoshlarimiz va boshqa chet elliklarni qanday qilib bu da'voning ichiga akiralaymiz. Bu hozirgi tashkilotlarda bo'lmagan va yoki amaliy qilinmayotgan haqiqiy xizmatlarni tep chiqib buni oldiga olib chiqsak deysizlar. Ya'ni siz deyotgan bu sanagan bir qancha ishning hech qaysi tashkilotlarimizda asosan yo'q. Ya'ni bizning asosiy maqsadimiz Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun mangan yo'lda bizning hozir 3 yildan oldimizga 9 yillik strategiyamiz tayyor bo'ldi. Buning ichida dastlabki 3 yilda biz qanday qilamiz degan vaqtida hozirgi da'voning kam yerlarini hozir deyishgandek bo'linmagan yerlarini tep chiqib, bu yerdan kam yerini to'liqlagan shaklda bu yolg'iz tashqi jihatlar emas, yolg'iz chet elliklar emas, bizning da'voning ishki yo'linishidimi? Misolga ishki jihatdagi siyosatimiz bizning boshqa Uyg'ur ya Sharq Turkiston tashkilotlari bilan bo'lgan munosabatdagi siyosatimiz shu. Har qanday Sharq Turkiston va Uyg'ur tashkiloti bilan bo'lgan jidalni nolga tushirish. Har qanday Sharq Turkiston va Uyg'ur tashkiloti bilan bir ustalda o'tiramiz. Ular bilan nim qilamiz, fikr almashtiramiz va ular bilan mayli fikrimiz o'xshamasin, mundaq bir gap borchu, urush bo'layotgan vaqtida dushman bilan sulh tuziladi. Bu qoida. Bu yoqda askarlar urushayotganda siyosatchilar kelishim tuzib, urushni to'xtatadi yo chegarani bekitadigan ish bor. Hamda biz dushman bilan sulh tuziladigan bir dunyoda yashayotganda biz o'zimizning qarindoshlarimiz bilan albatta bir ustalda o'tira olishimiz kerak. Shunga bizning mayli ishki va tashqi jihatdan bo'lsin, hammasiga hozir 3 yillik planimiz bor. Biz bu 3 yillik planimizda shu eng kichigidan tortib cho'ng'igacha qadam-qadam mangamiz. Buningda yana bir muhim narsa yoshlarni tarbiyalashdan itmamiz. Oldi bilan shu hozir saylangan qarindoshlarimizning ishidimi bu narsaga oid qiziqadigan va bu Sharq Turkiston davosiga to'kib qo'yish bilan tang tarbiyalanib menishni qallaydigan qarindoshlarimiz bor. Va kelgan qarindoshlarimizning siz bilasiz Gollandiyadagi bolalarning bu da'voda 10 yildan ortiq tajribasi bor. Amerikadagi bolalarning shundoq. Lekin tajribasi bor bolalar bor, tajribasi biroz tuvan bolalar borchu. Shuning uchun ularni yetaklab menishmi, yana o'zimizning ishki xizmatlarimizdan birisi bo'ldi. Shuning uchun konkretlashtirsak, mana shundoq eng töveniga tushsak, eng kichigigacha cho'ng'iga chiqsak siyosiy asos qurilish quramiz deganga o'xshash shakldagi planlar bor. Bu yerga yetib boradigan yo'l xaritamiz hozir 9 yillik yo'l xaritamizni tayyorlab bo'ldik. Shu bo'yicha ma'lum inshaalloh. Ya'ni hozir tashkilotlar qurilsa avval fond quradigan bo'lib ketdi, ya'ni iqtisodiy masalani hal qilish. Sizlarning bir fondinglar bormi, yo'qmi? Endi tashkilotlarga iqtisod kerak bo'ladi. Tashkilotlar iqtisod bilan ma'lum. Ammo biz hozirgacha diqqat qilsanglar, fond qurishdimi, iqtisod hal qilishdimi, iqtisodiy manba yaratishdimi, Sharq Turkistonliklar biroz xalqaro saviyaga chiqish kerak. Biz xalqimizdan pul yig'ish bilan ish qilib bo'la olmaymiz. Buni tushunishimiz kerak. Chunki buningmi amaliyotda iqtisodiy fond yarataman desa, uningmi aslida yo'li bor. Buni naytimi yaxshi qilgani Yevropa ma'rif jamiyati, Sharq Turkiston Yevropa ma'rif jamiyati o'tganda bir pul to'plash faoliyati qildi Gollandiyada yaqinda. Mana shunda
pul to'plashning ana ashunga o'xshash usullari bor, ashunga o'xshash o'zining yo'li va taktikalari borchu. Shuning uchun iqtisodiy manba yaratamiz, ammo nuqul holatda Sharq Turkiston xalqidan pul yig'ish shaklida bo'lmaydi bizningki. Biz uni xalqaro shaklda qilamiz. Bundan keyin ma'lum projekt uchun bir yerlardan pul iltimos qilish yo'llari bo'ladi. Ammo bizning qarashimiz maxsus projekt uchun bir yerdan olgan pulga bog'lanib qilishga bo'lmaydi. Chunki shu projektdan boshqa ishi bo'lmaydi tashkilotning. Shuni qilib pul olib, shuni qilib pul olibla menib ketib qoladi. O'zining bir maydoni, o'zining bir bo'shligi, erkinligi bo'lish uchun iqtisodiy manbaning kelish manbaini ko'paytirish kerak, har xil qilish kerak. Shunga biz u iqtisodiy manbalar shaklida xalqaro shaklida xuddi qarindoshlarimiz qaysi kuni qilgandek yangicha uslublar bilan, yangicha yo'llar bilan xalqaro shaklda, ya'ni pulni buni konkretlashtirsak, pulni Uyg'urdan yig'ishning ma'nosi yo'q. Buni xalqaro nimalardan jiqil bo'ladi-chu, ammidanmi. Shuning uchun iqtisodiy manbaga qarata biz inshaalloh bir yangilik akilamiz. Ammo bedel pulu tuzumi bo'ladi hamda o dastlabki boshlang'ichi. U bo'ladi, hozir bor. Ondan keyin yana men demoqchi bo'ldim, ma'rif tashkilotining pul yig'ish shakli bir yangilik bo'ldi-ku. Ana shunga o'xshash xalqarada buning biz texi bilmaydigan, Sharq Turkiston tashkilotlari bilmaydigan, ammo xalqarada umumlashib bo'lgan nurg'un vositalar bor. Shundoq. Yana abay siz dedingiz, biz dunyodagi har qanday bir Uyg'ur tashkilotlar va yoki bu da'voga yaqin tashkilotlar bilan murassa fikr almashtirish qilamiz, yaqinlik hamkorlik o'rnatamiz degan shaklda so'z qildingiz. Ya'ni ideviy jihatda kishilik huquq tashkilotlari uning o'xshagan va yoki boshqa faqatla diniy ma'rifni va yoki milliy ana til ma'riflarini maqsad qilgan tashkilotlar va yoki Sharqiy Turkiston degan bu so'zga nisbatan o'xshamagan shakldagi fikrni kuchlantiradigan tashkilotlar bilan qaysi shaklda muomalat qilasiz? Masalan, biz Sharq Turkiston degan so'zni ishlatmasligimiz kerak degan vaqtida bir tashkilot, uningga qanday muomala qilasiz demoqchi? Oldi bilan ma'vu diniy xususiyatni asos tutgan, ma'rifni asos tutgan tashkilotlar dedingiz va kishilik huquq faoliyatlarini asos tutgan tashkilotlar dedingiz. Bu Sharq Turkiston da'vosi cho'ng bir da'vo. Bu bek yo'g'on, ba'zida bek ig'ir da'vo. Bu dunyoning birinchi kuchi bilan ikkinchi kuchini bir-biriga akilayotgan da'vochu. Shuning uchun yoki bo'lmasa dunyoning birinchi kuchi bilan ikkinchi kuchining o'rtasida qisilib qolayotgan da'vo deylik. Ularni bir ekanmiz. Ya'ni bu nihoyatim uchun bundan keyingi xalqaro vaziyatning qayoqqa ketishida Sharq Turkistonning o'rni intayin muhim rol o'ynaydi. Sharq Turkiston hozir xuddi shu 17-18 asrlarda hatta oxiri 17-18-19 ga kelgan oxiri bir davr bo'lgan Great Game deydi, cho'ng o'yin davrida. Bu yerda Char Rossiya, Angliya va Chin sulolasi 3 cho'ng imperiya Sharq Turkistonda chegaralashib qolgan-chu. Shu vaqtda shu Yoqub Bekning davri, 19-asrlar. Shu davrlarda shu cho'ng o'yin davriga o'xshash bundan keyingi cho'ng o'yin davridami yana Sharq Turkiston nihoyatda muhim o'ringa kelyapti. Bundaq bir da'voda yolg'iz mavi yo'l, birli yo'l to'g'ri desak bo'lmaydi. Biz hamma yo'llarni ko'paytirish kerak, har xillashtirish kerak. Bundan ichida kishilik huquqmi muhim yo'llarning birisi. Ondan keyin ma'rif, diniy jihatdan deysiz, ma'rif jihatdan bolalarni tarbiyalash deysiz, bu intayin muhim xizmatning birisi. Ana tilimiz bo'lish kerak, bolalar yetishib chiqish kerak, chunki bu da'vo biz bilan tugamaydi. Hattoki inshaalloh bizning hayot vaqtimizda Sharq Turkiston mustaqil bo'lsa-mu, uni boshqaradigan, uni tutib turadigan avlodlarga ehtiyoj bor. Ular davomlashtiradi, ular kelgusi. Shuning uchun har bir tashkilotning o'ynaydigan roli bo'ldi.
şu oynaydigan rolunu oynasa buludu. Yani bizim o Şərq Türkistan hareketinde bütün yaşlarının vekili deydigan bir iddiamız yok. Biz fakat 5 teşkilatının əzalarının şu bilet taşlap saylaganlarının vekili. Bütün Şərq Türkistan yaşlarına biz vekillik kılımız desek doğru olmaydı. Onun meşruiyet degen bir narsa var. İngilizce legitimacy. Ya sana kim bilet taşlagan degen sual var. Bana kim bilet taşlagan degende ma əzalar taşlagan deyişimiz gerekçi. Şunun için her qaysı teşkilatla özünün rolunu jari kıldırış gerek. Özünün meşruiyetini biliş gerek. Kimge vekillik kıldığının kanuni ve siyasi asası buluş gerek. Biz şu noktada qaraymiz. Ve şu noktada mangan teşkilatlarga şu özünün orni boyunca ular bilan hamkorlashimiz, ularning o'zining xususiyati va o'zining qilayotgan ishi bo'yicha hamkorlik o'rnatamiz. Hamda ideya jihatdan siz Sharq Turkiston ismini ishlatmasa yoki bo'lmasa ideya jihatdan o'xshamiz qanday qilsizlar dedingiz. Mundaq gap. Bizda asosan bu nuqtalarga kelgan vaqtida nazariy bilim, buning tarixiy ko'rinishi nihoyatda asti tuvan bo'lg'achqa ko'pincha kishilarda. Bunun javobgari bu xalqimiz emasmi? Bunun javobgari Xitoyning ijtimoiy fan sohasida tarbiyalamasligi Uyg'urlarni. Va tarixlar, cheklangan materiallarning cheklanishi deganlik sababdan ijtimoiy fanda biraz asosimiz bo'sh biz Uyg'urlarning uchun. Shuning uchun bu masalaga kelgan vaqtida biz shuni iddio qilamiz. Miyada iddaorimiz shu. Sharq Turkiston mustaqillik harakatida Sharq Turkiston bo'lishi lozim. Ve mustaqillik degan yo'l bilan hozir maydonga chiqa olishimiz kerak deganni bu bizning tashkilotimizning iddaosi bu. Endi buni degan vaqtida biz nazariy bilimimizdan buning nazariy asosining borligiga ishonamiz. Chunki abaysiz degandek nurg'un akademik taraflar bilan fikr almashtirdik. Endi agarda boshqa ism ishiltimiz yoki boshqa ders bo'lish kerak degan qarindoshlarimiz o'zining deyotgan gapining faqat bir hissi, o'zining ko'nglidan chiqqan hissiyoti bo'lmasdan uning nazariy asosi borligiga ishonsa, bir ustalda o'tirib ular bilan fikr almashtiramiz yani. İdealimiz o'xshamaydi deb bir ustal kelmaydigan ish yo'q. Agarda o'zining Çünkü bu bizni o'tganki bir yil jarayonda Xitoy belki bunun o't koygan buluşu mümkün. Şarkı Türkistan ve kişilik hukukunu bir zıt şekilde veya ki Şarkı Türkistan degen bu sözlen demokratik hareket, tejlik degen sözlen bir karşı aletke ekip koyup biraz fitne pasat oldu. Halkımızın beşi cık ağrıdı. Keyingi zamanda sürgün hükümet meselesi oturuğa çıkıp bunun hazırlıkça beşimiz ağrıvatıdı. Bundak meseleye nispeten hazır siz nazariy jihatda buni o'ttirib qo'ydingiz, ammo tashkilotlar rasmiy ishga tushgan vaqtida yana Xitoyning qo'l orqali va real bo'lgan ba'zan ziddiyatlar o'ttirib chiqdi bu yerda. Shuning bunga nisbatan tashkilotinglar qanday bir tadbir qo'llandi degan shaklda buni so'radim. Oxirida shuni deymanki, qurolliq harakat qilayotgan tashkilotlarga nisbatan abaysiz so'zingiz dedingiz, biz tinchlik bilan harakat qiladigan bir siyosiy tashkilot deb. Bular qanday qaraysizlar? Bizning tashkilotimizning maydoni yani şahsi fikirleri kişilerden buldu ama teşkili siyaset ve teşkili fikir, teşkili qarash boludu. Bizden Şərq Türkistan Yaşlar Qurultayının meydanı ve siyaseti xalqaro qonunlar bo'yicha tinish yo'lda kurash qilish deb bekitildi. Apay deganimdek bu teşkilatning nizomnomasi ovozga qo'yilib bekitildi. Shuning uchun biz tinish yo'li bilan Şərq Türkistan'ın müstaqilliği üçün tinish yo'li bilan harakat qiladigan bir tashkilot bo'lib qurildi. Hamda boshqa vositalar, boshqa yo'llarga kelgan vaqtida shu yo'lda mangan yoki bu kishilik huquq tashkilotlari deb siz degandek kishilik huquqni asos tutgan bo'lsin yoki diniy ma'rif bo'lsin va yoki boshqa qattiq vositalar bo'lsin, hammalar o'zining qarashida, o'zining bekitgan yo'lida xalqaro vaziyatni, xalqaro sharoitni ve xalqaro qonunni tushungan asosda vaziyat ve fursat kelgan vaqtida shunga ishinib qilyotdi deb qarayman. Ya'ni bu yerda men sizning faqat shaxsiy ko'rishingizni bakmoqchi. Ya'ni dunyoga qaraydigan bo'lsak, Uyg'ur diasporasida demokratik, tinchlik, kishilik huquq va mustaqillik
ideyasidagi, ma'rif akademik ideyalardagi tashkilotlar nihoyat ko'p. Yaqindan beri qurolliq ish qilsa qo'l degan tashkilotlar yoki shaxslar masalan o'tirg'i chiqyotidi. Bunga nisbatan ham chunki yoshlarni asos qilganlik uchun sizning tashkilotingiz albatta bütün tashkilotlar cho'qim demokratik insoniy huquq va yakchilik shaklida qurilishi kerakmi va bir qanot bo'lishi kerakmi xalqaro bir qurolliq tashkilot tusunagan, xalqaro qo'llagan, qonuniy bo'lgan. Bunga nisbatan shaxsiy bir ko'z qarashingiz bormi? Yoki rad qilamsiz javob? Burun siz ekranlarga chiqib bir qarindoshlarimiz bilan munozara qilishgan vaqtimizda men degandim, oldi bilan sizning salohiyatingiz demodim. Mening salohiyatim men shaxsiy kuzatuvchi, ya'ni mustaqil kuzatuvchi degandim. Ve karşı tarafdan salohiyatini bilgandan keyin nima qildim? Ya'ni bu salohiyat masalasi bek muhimchu. Shuning uchun bu vaqtda mening mustaqil bir kuzatuvchi bo'lish salohiyatim bilan men shaxsiy fikrlarimni dadil qo'ymay daverman. Har qanday temada. Ammo hozir mening salohiyatim bir tashkilotning bosh kotibi va menda bir tashkiliy salohiyat bor. Endi bundan keyin mening public so'rinda, ya'ni ochiq so'rinda, ekranlarda men tashkiliy salohiyatim bilan gapirishim kerakchu. Chunki yani bir salohiyat. Shuning uchun men tashkilotning buni tutgan maydonini dedim. Va hatto bu savolga emas, bundan keyin har qanday savolga, har qanday mediada, har qanday savolga tashkiliy salohiyat bilan javob berish endi mening oldimizga masalalarga mas'uliyatim va bo'ynimdan burch bo'ladi-chu bu. Ya'ni bir tashkilot sizga nisbatan bir nima deymiz, texim bir jiddiy mas'uliyatni ortib, har qanday bir so'zni, har qanday bir narsani o'tirg'i chiqarishda diqqat bilan burun g'irishlab mansangiz hozir chumildek nihoyatda barmoq bilan mengishga to'g'ri keldi degan gap. Xo'sh. Sizlarning tashkilotingizga nisbatan ketib qo'ydigan, ya'ni bunimi xalqimiz bilsa degan masala bo'lsa va xalqimizga nisbatan qanday bir chaqiriqda bo'lasiz? Men buni bu yerda yig'ishtirib o'tib, bundan keyin boshqa savollarim bor. Men bu yerda qisqacha bir xato tushunishlar to'g'risidagi ba'zi bir uchurlar keldi, ba'zi bir narsalarni xalqimizdagi inkaslar. Bu yerda birinchisi Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi Dunyoviy Uyg'ur qurultiyining yoshlar sho'basi emas. Biz ismdagi bir so'z o'xshab qolganlar uchun yoshlar sho'basimiki yoki bo'lmasa shularning bir tarmog'imiki deb o'ylab qolgan nimalar borki, biz hech qanday tashkilotning yoshlar sho'basi emas. Ve bizden nihai nişanımız, nizamnamada uç nişanımız Sharq Turkiston Cumhuriyeti'nin mustaqilliği için xalqaro qonundagi tinch yo'llar bo'yicha menish. Bu bizning aniq nizamnomamizda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining nimasi bo'lsa, nihai qarashi yoki maydoni bo'lsa, nizamnomamizda boshqacha bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda farq bor demoqchiman. Endi yana bir muhim nuqta, biz Sharq Turkiston tashkilotlarining abay deganda Sharq Turkiston Uyg'ur tashkilotlari bilan bo'lgan jidalni nol nuqtaga tushirish bizning asosiy siyosatimiz. Bu yerda jidal bilan siyosatda ikki xil bo'ladi-ku. Birinchisi polemik deydi. Polemik deganda ushaq-tushaq chujuq orasining jidli. Yana birisi vizyonning bir-birisi bilan ilishish-ku. Shunga biz Sharq Turkiston davosidagi tashkilotlar orasida o'xshamaydigan qarashlar chiqqanda ya surkilishlar bo'lganda, buni chujuq xo'roz jidili polemikdan vizyon ta'lash tatishiga darajasiga chiqarish uchun tirishmoqchi. Shunga, ya'ni tashkilotlar o'zining vizyoni bilan kelsin, biz vizyonimiz bilan boraylik va buni munozara qilishaylik, qaysi yo'l to'g'ri, qaysi yo'l xato. Ammo shuning beshida shu borki, shuning inkida saqli borki, buning beshida yog'liq borki, u polemiklarni undan narsalarni tashlash kerak-ku endi. Biroz saviya tutilishi kerak. Endi 3-nuqta qisqa deb qo'ydiganim, Sharq Turkiston Ulusal futbol komandasi qurildi. Sharq Turkiston Ulusal futbol komandasini ba'zi qarindoshlarimiz bu yoshlar qurultiyining, Sharq Turkiston yoshlar qurultiyining o'rinlashtirgan qilgan ishi deb qaraydi ekan. Asta tushunchaga qapti. U undaq emas.
Şərq Türkistan ulusal komandası benim bilişimçe 9 devletin 9 lig, yani her bir devletin 5-6 komandası o 20-30 belki 40 komandanın balları bilen bir yerge keliş arkalık 9 devletin yığılış arkalık barlık gelgen bir Şərq Türkistan futbol birleşmesi hemdi o. Şunun için o Şərq Türkistan Yaşlar Kurultayının komandası emas, belki bütün Şərq Türkistan halkının komandası. Şəxsən mən o Şərq Türkistan ulusal komandasının neymiş olup qanda buluvatqanında menen hiç qanda xəbərim yoxçu. Şuna bu noktada düşünce berip koyay, o komanda hemimizden komandası. Barlıq Şərq Türkistanlıqlarının siyasette arlaşıdığını mı, ya kaçıdığını mı, ya kımısı, yani bir usul oynaydıgan, nakş etdigan hemimizden komandası. Bu noktada ne koyay, ayırıp koyay ve başka teşkilatlarımız mı? Barlıq teşkilatlarımız mı? Şunu deydiğim, bir devletinin ulusal komandası, burunqı tilimiz, yani biz qata düşünülen tili etqanda devlet komandası siyasetinin üstüdü buludu. Barlıq teşkilatlarının üstüdü buludu. Şunun için bu komanda yengende hemimiz tebriklep, yenilge vaxtıda hemimiz istaşlarımızı böldürüş, Şərq Türkistan Yaşlar Kurultayı okşaş, barlıq teşkilatlarımızdan işi buluş gerek. Çünkü bu teşkilat minin, senin, onun emas. O futbol komandası. Bu komanda hemimizden. Barlıq Şərq Türkistanlı. Ben şu noktalara eniqlim berip etkim keldi. Xalqimizga qandaq bir chaqiriqingiz bor tashkilotnoma? Şərq Türkistan xalqiga mening deydiğim xalqaro vaziyat o'zgaryapti. Shuning uchun Şərq Türkistan teşkilatları her xil yo'llarda mangan teşkilatlarni aldı bilan xalqimiz yaxshi kuzatsin. Kuzatib shu teşkilatlarning ma'buning mingyotgan yo'li to'g'ri ekan degan teşkilatlar bo'lsa, ularni yenida tursin. Yani teşkilatlarımı bazı yerlere geldiği vaxtıda aciz kalıdan, yalnız kalıdan vaxtlar buludu. Hem de bu xalqni siz bir şey degandek cih teşkilatlar kuruldu deymiz. Bu şundaq narsa, teşkilatlar kuruldu, onun içinde haqiqiysini ve onun içinde iş qila alaydığını ve özünün rolunu oynaya alaydığın teşkilatlarını tarix, devir ve xalq tanlaydı ve şallaydı çok. Şunun için bunu xalqimiz özü to'g'ri ko'rgan teşkilatlarni qo'llasin, yenida tursin. Ondan keyin faoliyat qilayotgan aktivist qarindoshlarimiz bor, ularni bo'shashmay davomli harakatini davomlashtirsin. Mening umidim bu. Onun kendin Amerika'da olsun, başka yerlerde olsun bazı bir xabarlar, yaxshi xabarlar chiqyapti. İnşallah Amerika'daki kanunumuz mu çıksın ve bu yerda emgikki singan barliq qarindoshlarimiz va biz teşkilatnomada rahmat aytamiz. Eng muhimi qarindoshlar, men burun isming nemishqa umid deb olding deb savollar so'ragan, o'sha yerda eng oxirida uni munosabatli ko'rishga da'vatday. Eng muhimi aziz vatandoshlar, bizning eng ikkili narsamiz bor. Bu ikki narsamiz Xitoyning asosiy qo'rqitayotgan ikki narsamiz shu. Buning birinchisi e'tiqodimiz, ikkinchisi umidimiz. Eğer bizning e'tiqodimiz ve umidimiz birlashsa, bizning ishonchimiz paydo bo'ladi. Xitoyni qo'rqitdigini ve oldimizdagi xalqaro vaziyatda eng muhim rol o'ynaydigan narsa bizning ishonchimiz. Eğer biz mustaqil davlatimiz bo'ladiganiga haqiqiy joni yurakdan ishonsak, bu ish bo'ladi. Eğer biz ishonmasak, bu ish bo'lmaydi. Yani gap o'zimizda. Xalqaro vaziyat hamma fursat keladi. Biz ishonsak, shu yo'lda mangamiz, shuning tayyorlig'imizni qilamiz. Eng muhimi xalqimizning ishonchi. Shuning uchun burun men bir qalam ismida maqolalarni yozgandim. İsmim Ümit Mustaqildi. Qalam ismim. Shuning uchun Ümit ismi mening, yani umidimiz kerak, e'tiqodimiz kerak. Shuning uchun Ümit degan ismni ishlatgan, shuni Ümit Musabay bo'lib qoldim keyin. Masalan, chiroyingizdan chiqarmagansiz bir qancha burunqi suhbatlarning ko'pinchisi biz sizning chiroyingizni ko'rmadik. Uningda bir hikmat bormi? Shunga o'xshagandek ekan. Mundaq gap, yani meni Şərq Türkistan davasidagi cho'ng rahbarlarimizdan tortib
Hammalar biladi, yani bu davaning ichida mening qancha jonning oyog'i borligimni, yani hammalar taniydi. Misalga bu adam kimga degan gap asli chiqsa shu davoning ichidagi odamlardan chiqsa bo'ladi-ku. Ammo u odamlardan undaq savol chiqmadi, chunki hammalar taniydi, biladi. Endi mening chiqarmasligimning sababi mana bugun Avstraliyaning vaqti ataganda qilyapmiz programmani Gollandiyadagi. Ammo o'tganlarda programmalar Avstraliyaning vaqti kech soat 2:30 3larda bo'ldi-ku. U vaqt apsiz bo'ldi chiqishga. Shuning uchun chiqarmadim. Mana bundaq vaqt to'g'ri kelsa bizga kunduzda o'tirib qilishga apchik bo'ladi ekan endi. Shuning uchun Abay Qishqimning oxirgi jumlasi vatandoshlarimiz, xalqimiz umidini hargiz yutamaslik kerak. Eng muhim narsa shu. Mayli vaziyat qanday o'zgarsin. Mayli Amerikadagi qonun chiqsin inshaalloh. Agar bir ishlar bo'lib chiqmay qolsa, yoki nima bo'lsin, yoki bir boshqa ishlarda deyli, bir aktivist qarindoshlarimizning ba'zi ko'ngli yerim bo'lgan ishlar bo'ladi. Birlam narsa umidimizni yutamaslik kerak. Shu umid bizni olib bordi. Allah razı olsun. Umidimiz bilan olib bordi inshaalloh. Yani Sharq Turkiston Yoshlar Qurultiyiga munosabatlik bu suhbatda hamda tabiiy vaqt munosabati bilan hammani konkret tafsiliy deb bo'g'ilib bo'lmaydi. Qurilmoqchi bo'lgan yoki qurilgan tashkilotlarning ichida bu tashkilotga qiziqadigan, ya'ni buningki qonun nizom nomilariga qarab beqishni o'ylaydigan, bu tashkilotlar qatnashishni o'ylaydigan, ya'ni bu federal qatnashishni o'ylaydigan, dunyoning har qaysi joylaridan sizlarning tashkilotingizga kirishni o'ylaydigan qarindoshlarimiz buningdan keyin sizlar bilan aloqa qilishga başlasa bo'ladi, yani. To'g'rimi gapim? Albatta bo'ladi. Ondan keyin bizmi balkim Sharq Turkistonlik yoshlar to'g'risida ba'zi bir proyektlarimiz bo'ladi oldimizdagi yilda. Shu yerda fikr almashtirish bo'ladi. Hozir ba'zi bir tashkilotlarning beshiga yosh qarindoshlarimiz chiqqan bo'lsa, ba'zilar boshqa yoshlar tashkilotlari bor. Ondan keyin biz bilan hamkorlashib menib kelayotgan Nurgiyadagi qarindoshlarimiz bor, ya'ni qurultayning teshida turgan deyli. Ya'ni biz qarindoshlarimiz bilan mundaqday buni qisqartib, o'tgan 2 yilda biz hozirgi shu tashkilotning qurilishi uchun fikr almashtirgan bo'lsak, hamda oldimizdagi 2 yilda yangi qurilgan yoki qurilmoqchi bo'lgan qarindoshlarimiz bilan fikr almashtiramiz. Ya'ni 2 yildan keyin tashkilot olamiz deyishimizning sababi oldidan bizni tushuninglar. Biz sizlarni tushunaylik, ya'ni shu tashkilotlarni. Ondan keyin nizomnomani bir o'qib, uni ko'rib, nima qilgandan keyin bu nizomnomani va ishlar 2 yilda bu yoshlar qurultiyi qanchalik amaliylashtira oladi, nima ishlarni qila oladi, uni bir kuzatsin va dialog quraylik, fikr almashtiraylik. Ondan keyin 2 yildan keyin qarorini berib qo'shilsa, qo'limiz ko'ksimizda qarshi olamiz. Muhimi ideyaga qo'shilish kerak-ku. Sharq Turkiston mustaqilligi degan ideyaga va biz o'tganda chiqargan bu keyin so'zning talashda tushib ketdi. Ulus degan so'z bu amaliyotda ideyadagi Sharq Turkiston xalqining siyosiy kimligi, Sharq Turkiston ulusal kimligi bo'lishi kerak. Bu bizning ideyamizning eng muhim qismidan birisi. Buni Uyg'ur emas dedi, u dedi, bu dedi degan qarindoshlar etnik kimlik, kültürel kimlik ve siyasi kimlikning 3 kimlikning qaysining nima ekanligi va farqiga qarab bahs tushundim. Ondan keyin buningmi ideyani taqtish va yeyish xizmatlarimiz inshaalloh endi boshlanadi. Tor betingizning ismi bormi? Yani Torbekitimizning ismi bor, Torbekitimiz to'g'ri chiqib bo'ldi, lekin oxirgi bexatarlik sinovlaridan o'tkazyapmiz. Test qilib. Shunga hozir kirsa hech narsa yo'q. Shuning uchun 2 haftaga nim qilamiz, ammo siz ayrim men ko'rib baqay desangiz sizga ayrim deyman. Rahmat. Bizga ishonganligingiz uchun. Albatta biz dunyodagi tashkilotlar qurilayotgan yoki qurilib bo'lgan va shaxslar haqiqiy xizmat qilayotganlarningki ovozi bo'lishga tirishimiz, qo'llaymiz, quvvatlaymiz. Bir qanotinglarning piy bo'lishga tirishimiz inshaalloh.
keyingi programmalarımızda Torbet'in ismini ilan kıysak buludu. Benim yani 3 tane sualım var. Bu sualına ait umumi bir sual biraz nezrivi sualla. Bunu sorup etkenden keyin endi programmamizni ayaqlashtirsak deyman. Yani 15 minut vaqtimiz bor. Siyosiy tashkilot degan masalada ba'zilar Uyg'urlar muhojiratda Uyg'urlarning orasida siyosiy tashkilot yo'q deganlar bo'ldi. Siyosiy shaxslar bo'lishi mumkin, siyosiy harakat bo'lishi mumkin. Siz degandek. Ammo rasman siyosiy harakatni amaliyotga aylantirayotgan siyosiy tashkilot bormi? Bu albatta bu yerda u ma'lum siyosiy tashkilot deb ismini tilgan bo'lsak herhalde. Yani siyosiy tashkilot degan nima degan bir savol. Yani qanday xizmat siyosiy xizmat bo'lgan bo'ldi deganni kishilar bilgandek o'ylaydi, amaliyotda jiqlarimiz bilmaymiz aslida siyosiy xizmatning nimaligini. Bu to'g'risida bir tushuncha bersangiz, undan keyin ikki savolimni so'rab programmani oyoqlashtirsak. Oldi bilan siyosiy tashkilot bo'lish uchun bizda asosan tashkilotlar dernek şeklinden keldi-ku. 80'li yıllarda deymiz teşkillenip Türkiye'den başlandı keyin başka devletler Avrupa, Garip yani diyendek dernekçilik bilen geldi. Biz siyasi teşkilat bilen cemaatni biraz aralashtirib etkiş var bizde. Misalga A teşkilat A devletki Uygurlarning teşkilatı deydigan gap bor-ku. Demek u A teşkilat siyasi teşkilat emas. Çünkü bir siyasi teşkilat bir yerdeki bütün bir xalqning teşkilatı bo'lmaydi. Siyasi teşkilatning ideologiyasi bo'ladi. Bunu manda tushunsangiz, mesela Gollandiyada Türkiye'nin milli görüşü ayrım, MHP ayrım, CHP ayrım, İyi Parti'ye ayrım, hemisi ayrım teşkilatlar şunda. Yani teşkilatlarning ideologiyasi o teşkilatning a'zolarini ve başka adamlarni ideologiyaga bo'lgan mayillik belgilaydi. Ama bizde bir teşkilat çıkıp bu teşkilat misalga deylik Amerikadagi hamma Uyg'urlarning teşkilatı mushu degashga u teşkilatdagi siyasi ideologiya farqi bo'lmaganligi uchun bu siyasi teşkilat bo'lmay qoladi. Aslida bizda 2-3 xil ideologiya chiqib, shu 2-3 xil ideologiyaga vakillik qilgan tashkilotlar bo'lgan bo'lsa, bu siyosiy tashkilotlar deb qaraladi. Ammo bundan keyin Sharq Turkiston xalqaro vaziyat o'zgarish bilan teng Sharq Turkistonning nimasimi muhojiratimi o'zgaryapti. Agarda bizda tunji bir mukammal bo'lgan ve konkret to'liq bo'lgan bir ideologiya yaratilgandan keyin uningga qarshi raqobat bilan boshqa ideologiyalarni yaratilishi mumkin. Lekin shuning uchun birsi boshlab bergandan keyin boshqalar ergishib bu siyosiy tashkilotlar ideologiyasi qarab barbara chiqishi mumkin bundan keyin. Mening kuzatishimda balkim biz 2-3 nuqtaga bo'linishga qarab ketyapmiz ideologiya jihatdan. Bunun nazariy ve asasını çıkarışta başka yoldaki qarindoshlar qiynaladi. Çünkü onun asasını çıkarışta bazı bir noktalarga, bazı bir tarihi deymiz, siyasi deymiz, kültürel deymiz, bazı bir narsalarga yo'liqadi ve qiynaladi. Ama bu bölünüş şu o'xshamaydigan siyasi teşkilatlarning chiqishiga sebep bo'ladi. Ve bunun aldığını alamayız. Bu bölünüş boludu aldığımızda. Hep qaraymiz. Bu bölünüş bizge ziyan hep gelemdi? Bu ziyan hep gelmeydi. Bizden hazır mı Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayının ciddi chiqishimizdagi sebepmi şu ihtiyaç. Yani şu yerga bağıcı bo'lgan arlıqda yani şu teraqqiyotimiz siyasi ang yetilgandan keyin bu siyasi ideologiyaga bölünüş normallaşıyordu. Bizning siyosiy ideologiyalar hozirgacha bo'linmaganligimiz ideologiyaga sababli. Bo'linmaganligimizning asli mohiyati biz siyosatni tushunmagan burun. Biz siyosatni jamoat ishi deb o'ylagan. Ammo biz siyosat hukmini borgan sari tushunib pishib yetilgan sari bu bo'linish majbur bo'ladi. Endi buning ziyni qanday bo'ladi yoki foydasi qanday bo'ladi degan nuqtalarda shu har qaysi ideologiyalarga vakillik qilgan
beshidagi yetakligüçi serkerdilerinin yoki serkilerinin sapasıga, seviyesiga bağlı. Agarda shu har qaysi ideologiyaga vakillik qilgan beshidagi odamlar bir-birisi bilan fikr almashtirib, bir-birisi bilan munozara qilib, bir-birisi bilan bir ustalga o'tira olsa, bu nihoyatda sog'lom, yaxshi bir shakldagi bo'linish bo'ladi. Agar uni qilolmasa, bu vaqtida mushu beshidagi odamlar xalqimizning oldida jinoyatchi bo'ladi keyin tarixda. Shunga bugundan boshlab barliq tashkilotlar o'xshamaydigan ideya bo'libmi, tashkilotlar shaxslar nima emas, bunda mas'uliyat yo'q. Lekin tashkilotlarning beshidagilarning mas'uliyati shu. Bundan keyin bir-birimiz bilan dialog qurish biz uchun tarixiy bir mas'uliyat. Agar buni qilolmasak, bu xalqning tarixi bu hozirgi tashkilotlarning beshidagi odamlarni kechirmaydi deb qaraymiz. Shunaq. Ya'ni bir qancha yil burun ma'lum tashkilotlar bizga agishsa, biz qilamiz, bizning to'g'ri degan so'zlar bo'ladi, ammo yaqinqi 5 yil jarayonida bu asosan susladi. Ya'ni bu diktator ko'rishi, ya'ni qarishi biroz suslab, hozir biroz boshqa yangi qurilgan tashkilotlarni e'tirof qilishga, ular bilan birga mengishga majbur bo'ldi. Ammo buningdan keyin texnobek bölünüş ichidagi, ya'ni o'xshamagan fikrdagi deyli, bölünüş desa xalqimiz bo'linib nima qildiganda deb o'ylab qolmasin. O'xshamagan fikrdagi, o'xshamagan ideologiyadagi, o'xshamagan harakat yo'nalishdagi tashkilotlar bir dialog kelib, birlikda, ya'ni hamkorlikda, birlikda demayli, hamkorlikda mengish kerak demoqchisiz. Xo'sh. Shuni o'rganish kerak. Dunyoning hamma yerida davlatlar shunday ishlaydi. O'xshamaydigan ideologiyaning rahbarlari bir davlatni tang etmaydi-ku. O'xshamaydigan partiyaning rahbarlari tang ish birga hamkorlashib, bir-birisi bilan fikr almashtirib turib etmaydigan narsa. Ko'ramiz-ku davlatlar, partiyalar. Bizmi shuni o'rganishimiz, ya'ni bu bo'linish, bu narsalarimiz normal, hozir ketayotgan yo'linishimiz shu. Bizga chiqqan yoshlar qurultiyining chiqishning ehtiyojimi biz bir munbarga yig'ilish kerak deb men burun shaxsiy nomi bilan aytdim. Bu amaliyotda bir tarixiy ehtiyoj. Sharq Turkiston davosiga tarixiy ehtiyoj. Agarda shundoq bir narsa shakllanib, tashkilotlar rahbarlari bir yerda o'tirib o'xshamaydigan qarashlarni munozir qilib va qaror elib, umumiy Sharq Turkiston harakatini yetaklaydigan bir mexanizma, bir qurilmaga biz oldimizdagi 5 yildan 7 yilgacha biz shunday narsani shakllantirishimiz tarixning bizdan kutayotgan ehtiyoji. Bunun ichiga yo'shirinib olgan saxta tashkilotlar-chi, masalan, saxta kishilar, saxta tashkilotlar, saxta ismlar, cho'ng Sharq Turkiston degan kalimani qo'llanayotgan tashkilotlar bo'lsin va yoki kishilik huquq tashkilotlari bo'lsin, masalan, saxta tashkilotlar ham ko'payib ketdi hozir. Bular yo'qolish kerakmi yoki bularni abaysiz degandek cho'qim 2 qatim to'g'ri mang'ida bo'lsa, mavjud bo'lib turish kerak deb o'ylaymiz. Asli tashkilotda abay degandek asli yangilik yoki bo'lmasa asli mavjudlik ideyada bo'lish kerak-chi. Agar ideya yaratolmagan, bundan keyin o'zining ideyasini mang'amagan yo ideya yaratolmagan tashkilotlar ya boshqa ideyasi va tashkilotlar qo'shilib ketadi yoki bo'lmasa shallanib chiqib qoladi. Ya'ni bu tanlash va shallash bu tarix bilan xalq ikkisining nimasi bilan bo'lgan narsa-ku. Xalq ba'zida to'g'ri deb tanlagan narsani tarix shallab o'tadigan ish bor. Ba'zida xalq tanlagan narsani tarixmi to'g'ri deb aytmaydigan ish bor. Shuning uchun bu tanlash va shallash bosqichlari normal hadislar bu amaliyot bir xalqning siyosiy harakatida. Shuning uchun ham tarixning bizdan kutayotgan ehtiyoji bor. Biz ciddi suratda, ya'ni bunu qisqartib desak, siyosatning tilida ma'lum. Sharq Turkistonliklar jidal qilmay, urushmay, munozara qilib, talash tortish qilib, munozara qilib, ammo jidal emas, o'zini o'zi idora qila oladiganligini isbotlash kerak. Buni qilolmasak, tarixiy fursat qolib ketadi. Xo'sh. Ya'ni siyosiy harakatda
Abay siz biraz dep ötep ketdiniz. Uyg'urlar yoki hozir Uyg'ur vaziyati va Sharq Turkiston degan bu zimin, bu davlat, bu yer nihoyatda xalqaroninki bir jiddiy qiziq nuqtasiga va yoki hatto cho'ng kuchlarning o'ttirisiga qisilib qoldi va yoki bir-biriga qarshi kelishga va yoki yondashishga bir sabab bo'lib qolyotdi Sharq Turkiston masalasi. Ya'ni biz hozir nerede ve bizning bu siyosiy hareketimizni xalqaro davlatlar belgilamdi yoki biz o'zimiz belgilashimiz kerakmi? Chunki biz bir xabarni anglab xo'sh bo'lib ketyapmiz. Bir xabarni anglab qabullab ketyapmiz. Masalan, hozir kishilik huquq nimasini senatorlar imzo atgandan keyin xo'sh bo'lib ketdik. Ya'ni boshqalar bizning siyosatimizga ta'sir ko'rsatyapti. Ikkinchisi, masalan Trump yani tunigundan beri Amerika bilan Xitoy bir tijoriy kelishimga imzo qo'ydi. Bu biz uchun qaysi shaklda ko'z qarashingiz bor bilmayman, ammo bir qabulab, bir qo'shilib bizning qabul bo'lishimiz, xo'sh bo'lishimiz xalqaro kuchlarga esilib qilish kerakmi? Shunga boshqalar belgilamdi siyosiy harakatimizni yoki biz belgilab minishimiz kerakmi? Bir siyosiy harakatning qanday minishida to'rt narsa muhim. To'rt narsa deganda buni nimada SWOT analizi deydi. SWOT degan to'rt harf hamda S W O T. S degani strength, kuch. W degani weakness, ojizligi. O degani opportunity, fursat. T degani threat, tehdit. Ya'ni Sharq Turkistonliklarning narsa, ya'ni to'rt narsaga bog'liqchi. Birinchisi o'zimizning kuchiga, ikkinchisi ojizliklarimizga, uchinchisi xalqarodan kelayotgan fursat, to'rtinchisi tahdidlar xalqarodan kelayotgan. Hozirgacha SWOT analiz qilgan tadqiqotchilarning hammasining degidek o'xshash bir nuqtasi bor. Sharq Turkistonliklar uchun kelayotgan fursat bek uchun tarixda kelib baxmagan fursat kelyapti. Xalqarodachu. Ammo bu to'rt narsada bizning eng chataq yerimiz o'zimiz bek ojiz. Strength degan narsa bek ojiz. Ya'ni bu Sharq Turkistonlik bu kim ojiz deganda vatandagi xalqimiz emas. Bu yerda ojiz deganda chet eldagi siyosiy kuch, chet eldagi Uyg'urlarning yoki Sharq Turkistonliklarning shakllantirgan siyosiy kuchi va siyosiy inimiz bek ojiz. Bu deganlik iqtisodiy kuchimiz va yoki boshqalar noqul emas. Eng oldi bilan siyosiy ong, siyosiy birlik, ideologiya ayrımcı siyosiy birlik degan o'xshamaydigan ko'z qarashdagi odamlarni bir yerga keltiradigan qurilmani siyosiy birlik deydi. Hammadan o'xshashga qil degan gap emas. Biz mushunda bir narsa shakllantirmagachga bek ojiz gap qilyapmiz. Shunga fursatlar nihoyatda yaxshi, nihoyatda cho'ng kelyaptidan buning ichida shu boshqa davlatlar bizning yoki boshqa tashkilotlar ya davlatlar bilan qanday o'rtaq manfaatimiz uchun qanday ish qilamiz deganda shu siyosiy bizning o'rtaq aql, bizning siyosiy birligimiz beradigan qarorchi u. Shunga ashyaga berishda biz ojiz gap qilyapmiz. Qonunlar chiqdi deymiz, xo'sh bo'ldi dedi, xo'sh bo'ldi dedingiz, qabul bo'ldi dedingiz. Bu ikki davlatning munosabati ashunda bu qon besimga o'xshaydi, birdam o'rlaydi, birdam tushidi. Hamda bizning xalqimizning bu o'tgan 2 yilning yog'i bizning bu da'voga bo'lgan qiziqishimiz o'rlayotdi. Shuning uchun hamda nima tushgan vaqtida, qon besimning tushish vaqti kelgan vaqtida bizning xalqimiz uslab ketmasligi kerak, siyosiy tashkilotlarimiz texnik uslab ketmasligi kerak, ular texnik kuchli turishi kerak-ku. Ammo xalqaro vaziyatda qanday bo'ldigini, nima ish bo'ldigini har xil ssenariy sizalaymiz, ammo nima ish kesin bo'ladiganini uni Alloh biladi. Shuning uchun munosabatlar Xitoy Amerika munosabati o'rlaydi, tushidi, mangdi, ammo shu inib oldimizdagi o'rta va uzun va'dada bu ikki davlat qarama-qarshi keladi. Bugun Trump imzo qo'yiblar, ikki davlatning o'rtasidagi butun masalalar hal bo'lmaydi. Bu masalalar yolg'iz iqtisod to'xtam bilan tugaydigan masalalar emas. Bu kelgusida strategik raqiblik, ya'ni Amerikaning o'rnini olishadigan masala bu. Unda bo'lgandan bu ikki taraf shu masalani, ya'ni qanday qilib
ya sen aldığı ötemse ya men qanday qilman degan narsani ikki davlat kelisholmay qolsa, agarda ikki davlat rozi bo'lib bir o'rtaq nuqta tepib hal qilolmay qolsa, bu asosan nihoyatda tar buni hal qilish nihoyatda qiyin narsa. Ya'ni sen mening oldimga o'tmay turibdi yoki bo'lmasa sen o'tib ketdi va men keyin qilay degan unda oson narsa emas uchun qabul qilishmi. Bu ikki davlat nihoyatda tar bo'g'ozga kirkityotdi bir-birisiga bilan surkilishdi. Shuning uchun biroz o'rta va uzun va'daga tayyorlik qilib siyosatimiz bo'lishi kerak. Va men endi tashkilotning rahbari deb chiqib, bunda qilayli, anda qilayli, ilhomlantirayli deb unda nima qonunni qilayli deb xalqimizning diqqatini burab nima qilishni men qilmayman. Ya'ni diqqatni markazlashtirishni. Chunki uni qilayotgan kishilar ko'p, nimalarimiz bor, aktivistlarimiz bor, tashkilotlar bor. U yo'lda mengayversin, ammo bizning tashkilotning Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi biz hozir siz degandek munosabat buzilib ketib qolsa qanday qilamiz, buzilmay qolsa qanday qilamiz deganga tayyorlik qilishdir bizning maqsadimiz. Ammo hozir bo'layotgan faoliyatlar, hozir bo'layotgan xalqimizning fidokorligi, men aktivist deb chiqqan qarindoshlarimiz yo tashkilot rahbarlari hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Biz unga intayin qo'shal. Ya'ni shu tarafni shu qarindoshlarimiz to'liqlashqa biz makam qolgan tarafni qilamiz deb bu yoqqa chiqaldik-ku. Agarda u tarafdagi qarindoshlarimiz yetishamagan bo'lsa, biz mi shuni qiladi. Chunki muhim narsa shu hozir jiddiy narsa. Ya'ni xalqaro davlatlar bizning siyosatimizni belgilash va yoki biz mustaqil siyosiy nishonni o'tirib qo'yishda bu yanalam strategik tadqiqot shaklida ma'no demoqchisiz. Shuni tushunsak bo'lamdi. Ya'ni aniqla masalan Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi ma'vu siyosiy yo'nalishni tuzdi. Mayli xalqaro Amerika, Yevropa nima desin, nima ishlarni planlasin yoki Xitoy bilan yaqinroq bo'lsin, biz mush yo'l bo'yicha ketaveramizmi yoki xalqaroninki siyosiy yo'nalishlariga qarab turib davomli strategiya, plan, proje o'zgartib ma'amdoq degan bu masalada sizningki so'zingizda men hozir ikkinchisiga yaqinligini his qilyapman. Manda bizdan ma'nodigan yo'limiz qiladigan ma'nodigan yo'limiz aniq Sharq Turkistonning mustaqilligi. Biz uni xalqaro vaziyat o'zgardi deb o'zgartmaymiz. Uni o Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qildi degan u moddani o'zgartirsak bu yoshlar qurultiyi tugaydi. Chunki uning g'oyasi tugaydi. U o'zgarmaydi hargiz. Ammo shu davrda qiladigan ishimiz o'zgardi. Shunda bir davrlar keldi, biroz chetda turdigan. Shunda bir davrlar keldi, eng oldiga chiqib so'zlaydi. Ammo hozir bizga o'zimizning plani bo'yicha ochiq shaklda harakat qiladigan bo'shliq chiqishlar emas, balki ehtiyoj tug'ilib biz biroz vaqt qoldik-ku uningga. Shuning uchun biz nihoyatda jiddiy hozir Sharq Turkiston mustaqilligi deb chiqqan tashkilotlarga xalqaroda nihoyatda cho'ng bo'shliq bor. Nihoyatda cho'ng nima bor? Harakat qilish bo'shliq. Buning yana bir narsani dey, nima uchun bunda deysan deb so'rashi mumkin. Bunda qarindoshlar 5 yil burun Sharq Turkiston mustaqilligi desak, nima e'tirof xalqaro vaziyatda u ancha quloq xo'sh yoqmaydi. Chunki bir g'arbda bir shundoq bir narsa shakllanib qolgan. Xitoy u yerdagi o'zining odamlarini, lekin ular bularni asonlik millat deydi-ku bizni. Shu asonlik millatlarni va Xitoy xalqini izidi, u normal ish deb bir ko'nib qolgan narsa bor-ku g'arb dunyosida. Shuning uchun biz qaqshsaqmi, vaqirsaqmi, mustaqillik degan gap qat'iy xo'sh yoqmaydi. Hatto kishilik huquq deb qaqshab yig'lasaqmi, bu Xitoy yoshlar qiladi degan bir ko'nuglik bor. Ammo bugun bu bo'layotgan narsa, bu hozirgi lagerlar bu narsa, bu o'tgan asrda bir bo'lgan narsa. Buni 21-asr qabul qilolmaydi. Men buni burun sizning programmangizda degan. Buni qabul qilmaydi bunday ishni. Shuning uchun hozir davlatlarning hammasining peshonasiga urib o'tib qolgani bu Xitoyning maqsadi nima ish qilyapti degan narsaga cho'chib ketdi bir. Ikkinchisi Sharq Turkiston mustaqilligining asosini Xitoy yaratib berdi hozir. Buni
Misalga bir muxbir sizlar mustaqillik alamsizlar, nima alasizlar degan savolga siyosiy ingimiz olsa berilgan javob ma'lum. 1 milyondan 3 milyongacha odamni akirib lagerga solab qo'ysa va qizlarning, ya'ni oilalarga erlarni solib o'tib, oilalarga Xitoylar kelib yetib olsa erlar. Bundan keyindan bizning qizlarimizni majburiy Xitoylarga ko'chirib akitib olsa. Muxbir efendim, sening savolingga beradigan javobimga men bir savol so'ray sendan. Bugun Xitoy buni kechirib, biz bu ishidan voz kechib, bizni kechiringlar. Biz xato qilib deb lagerlarni taqsa, shu bosqinchilikqa uchragan necha million qiz Xitoyni unutib, Xitoyni kechirib, biz buni unutib ketaylik deyishi mumkinmi? Agar mumkin bo'lmasa, ikki xalq bundan keyin birga yashayolmaydi. Sharq Turkiston mustaqil bo'lishi kerak. Mana u savolga mandaq javob berilishi kerak. Xalqaro sahnada biz biroz vaqt qoldik. Ya'ni bizning bugun ko'rishlar kanallarda, inshaalloh mediada biz chet ellikning savoliga mandaq javob beramiz. Sharq Turkiston yoshlar qurultayining qurilish sababi Xitoy mana mushu asosni yaratib berdi. Buningdan keyingi tashkilotlarning hammasi shu savolga ana shundoq javob berish kerak va dunyo bu javobni rad qilolmaydi. Dunyoda bu javobga gapga, ya'ni bu asosga gap deb beradigan odam qolmadi hozir. Xitoyning ma ishi bilan. Xitoyning bu qilgan ishi Xitoy uchun nihoyatda cho'ng, Xitoy o'zi uchun nihoyat cho'ng xatolik bu. Bu xatolik cho'ng davlatlarning qilgan xatoligi fursat keldi bizga va bu fursatni yaratdi. Hozir ko'chadagi normal bir shaxsdan g'arbning siyosatchilarigacha mana shu gapni qilishimiz kerak. Senchi birga yashay olamdi, shu qizlar unuta olamdi, balkim qanchasining bo'yida qoldi, qanchasi qandoq bo'ldi. Shular unutib ketamdi, Xitoy hozir biz xato qildik desa, shu qizlar ma'qul demdi. Agar ma'qul demasa, biz kechirdik demasa, demak bu ikki xalq yashay olmaydi, bundan keyin tugadi. Sharq Turkiston yoshlar qurultayining qurilishi uchun xalqaro sharoitning yaratgan sababi va ehtiyoji mana shu sababdan qurildi. Bundan keyin Sharq Turkiston mustaqilligi degan siyosiy yo'lga xalqaroda yo'llar ochildi. Bundan keyin bek cho'ng bo'shliq ochildi deyishimizning sababi bu. Chunki dunyo buni qabul qilmaydi. Bo'ldi, rahmat sizga. Asli yana bir qancha savollar bor, ammo vaqt munosabati bilan mishada to'xtatsak deb o'ylayman. Chunki oldimizgi zamonlarda yana bu yeni qadam tashlayapsizlar. Albatta sizlarni, ya'ni Sharq Turkiston yoshlar qurultayini shuarvoz, mansabboz, huquqparast bir tashkilot deb biz tonimaymiz. Faqat amaliy ish qiladigan va qiygan shaxslardan tuzilgan. Chunki sizlarningki rasminglar keyin taqaldi mediada. Bu rasmdagi shaxslarning hammasi asosan necha 10 yillik xizmat tajribasi bo'lgan, vijdonliq, iymonliq, Sharq Turkiston uchun, vatan millati uchun xizmat qilayotgan bir shaxslarni biz rasmda ko'rdik. Ya'ni shaxsan men ishinaman. Qolgani sizlarningki bundan keyingi amaliyatinglarga qarab xalqimiz ya ishindi ya ishonmaydi. İnşallah Allah xijil qilmasin bizni. Bundan keyin davomli amaliy xizmatlar bilan maydonga chiqib, to'g'ri bir siyosiy xizmat qilishingizni shaxsan biz studiyo nomidan umid qilamiz. Va bundan keyin davomli hamkorlashib, bundan keyingi fikrlarda o'zinglarningki fikringlar, nizomnomanglar va yoki xizmat proje nishoninglar har jihatdan o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan narsalarni ekranimizda ko'rsatishga tirishamiz. Aziz muhtaram qarindoshlar, bugungi programmamiz mushada oyoqlashdi. Davomli inshaalloh xalqimiz uchun yetishib chiqayotgan, xizmat qilayotgan tashkilotlar va shaxslarni ekranimizga kelish orqali, sizlar bilan yuz ko'rsatish orqali bu da'voyimizga birlikda hamkorlikda aziz qo'shishga tirishamiz. Hurmatli Dilyor Musobay efendim, bu qitimliq programmamizga qatnashib berganligingiz uchun rahmat aytaman. Yana bir qitimliq programmada ko'rishishga orzu qilaman. Rahmat sizga. Sizga ko'p rahmat.
Yana bir qatimliq programmada ko'rishgacha aman bo'linglar. Assalomu alaykum.